Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Tilda dastan qadam yetgan hamma yerda bizlarga yor nega borsaq bu sarkarda. Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo cheklanish shirkati tajidorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni orqali sizlar bilan ko'rishganligimizdan intayin xursandmiz. Xush keldingizlar. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal Sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Şuna siz ve bizden eriştiğimiz haqiqiy saflık hem a'lo suhbat. Sarkarda yıllardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot suhbatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Ko'rayotganinglar azizlar, Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo cheklanish shirkati tajidorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasi. Bugün bizden kızgın sohbetimizde yana bizden en söyümlük naqshchimiz, yaxshi inimiz Azmat Qurban ham biz bilan birga o'tiryapti. Yaxshimi Azmat Qurban? Yaxshi Abdulla aka, qanday ahvolingiz? Azmat Qurban bizga ayon bo'lgan uchurlarda Urumchi shaharlik 19-boshlang'ichning san'at o'qituvchisi. To'g'rimi? To'g'ri. Azmat shunday bo'lganda bizga hozir sizin naqshchi ekanligini bilamiz. Nurg'un naqshlarini angladik. Ondan 19-boshlang'ich maktabning san'at o'qituvchisi, ya'ni mening o'g'lim Mustafaning ustozi shu san'at o'qituvchisida. Shunday nurg'un bolalarning eng dastlabki san'atga bo'lgan tunishini san orqali desak bo'ldi hamda. Chunki boshlang'ich deganni hammaning beshi degan gap. San'atningmi san'atga bo'lgan tunishning boshlanish nuqtasi desak bo'ldi ilmiy holda. Endi masalan sen asli qaysi kasbda o'qigan, qaysi maktabda? Mening san'at maktabida o'qiganim, Şinjan san'at institutida o'qiganim shu musiqa ma'rif kasbi. Shu o'ylab bitdim. Ammo eng kichigimdan boshlab, biz yeslik vaqtimdan boshlab desam, rasmda asli kasbim. Masalan men eng shu 3 yosh vaqtimda yeslik berdi deyman opam. Yeslik kirgandan keyin menimdagi bir savodishim ismi Tongdong deydi qani. Liu Dong deb to'liq ismi Tongdong deb chaqirdi. Bu rasmsizdi. To'xtmay buni olib satsa Beijingga qolgan keyin Tianmenni rasmsizdi bu. Men Tianmen ko'rganmishda deb. Buni qarab men o'z qilib, tuttiram memsiz baqay deb o'tirib, men eng dastlab o'zim uchun Tianmen sistem shuni aytishib. Ondan keyin mashinasiz qiziqdim, shuni barbara rasmsiz shu Qutbinoy suyuchi 1-yosh 2-o'plam. Keyin barbara anadaki naqshni bekchaq anlaydi qolib qoldim-chu. Jut bo'yicha 1-2 darajani olibdimda shu vaqtida. Rasmsiz. Shu sayxoda aytdi qani. Jut tug'ilgan jutim qaysi? Qutbinoyisi. Sanju oblasti Qutbinoyisi. Qutbi desam qadam o'qmaydi. Sanju oblasti Qutbinoyisida. Shu yerda shu keyin boshlang'ichniki bir 4-yillik chiqqandan boshlab shu Xudoy deb bir atrat batdi Tayvanniki. Ularniki bek anlaydi qolib qoldim. Orqadan Michael Jacksonnikini bek anlaydi qolib qoldim. Hattoki matematik topshiriq ishlatma cho'qim o'yindaydan Michael Jacksonning naqshini qo'yib, ashtaqni anglab turib topshiriq ishlatdim. Ammo bizda musiqa ma'lum yo'qdi shu. Shu barbara keyin to'liq 3-yillik chiqqan vaqtimda musiqa o't faqat o'shmay borgan, sir ulg'ayotdi deb edi. Rasmniki barbara tushib, musiqining borgan sir ulg'ayib, borganda to'liq 3-yillik kelganda, oxiri bizning maktabga musiqa keldi. Shu mening hayotimdagi eng muhim bo'lgan bir ochiq yo'l demdi qanday. Bu chaqda sen boshlang'ichdami? To'liq 3 chiqqan vaqtim bor. 4-yillik boshlab musiqa qiziqdim. Ammo shu boshlang'ichda bir 2 yil musiqa ma'lumot batdi. To'liq chiqqandan boshlab musiqa ma'lum yo'q bo'lib ketdi. Yo'q bo'lib ketgandan keyin 90-yilda u. Shundan to'liq 3 chiqqan vaqtimda keldi.
eng dastlabki ustozim muzikadagi shu adam sababli anandagi hayotimdagi tunji ochiq yo'l shu yerda arildi. Mayaqqimi ya mayaqqimi degan ya shuda. Shu vaqtda o'zimga anandagi bir savolni qo'yib, men zodi shu ochiq yo'lni zodi qayoqda minishim kerak? Yoki matrabda minibmanmi? Bo'ldi, matematika, adabiyot, fizika, bular hamsiga men qiziq, tabiiy fan qiziqmanda. Shu bo'yicha men bir yaxshi bir oliy maktabni o'qib qilishim kerakmi yoki ochiq yo'l mening arzu armonimdiki. Ammo oxirini o'zim uqmayman, ham qiyosmi qilolmayman. Faqat arzuyim bo'yicha, armonim bo'yicha menga mayl minishim kerakmi deganni o'zim savolni shuncha qo'yib, tutibdi. Men shu yo'l minishim kerak. Mayli buni oxir qanday bo'lsin deb shu chaqdagi muzika o'qituvchimni shunchalik chaplashdim men. Ismi Zulqandar san'at institutini bitirib qutbiga qaytdi-da yurtiga. Zulqandar normal dedi. Men muzikaga bak qiziqaman deb keyin kirib kelib ishlab masalan keramdi deylik Yamaha 31 dedim-ku. Bu chaqda maktabda Yamaha 38 vatdi. Biz uchun 38 degan hamda bir 38 to'g'ri. Shunda bir Yamaha sen bana aytdi, ishxonasini yoldirdim. Men tushda uy ketmaydi, tomoq yeyapsan sen dedi. Ya bilgan men tomoqni yeb bo'pti ekanman, sen menga qaraytib tushandichu bu. Bo'ldi, sen kira ishxonaga deb bilan muzikani birini chalib, mana shuni chap mashq qil deb bilan ikkitida ishxona teshini sulab 2,5 soat demlish men uchun bayramdi. Shu uda kunni tomoq yemay boshda mashq qilib, oxiri uygandim. Shu Zulqandar akam oqidan shu muzikaning yo'llarini o'rgatdi, qandaq muzikadagi kishilik hayotdagi ishlar to'g'riliq nurg'un bilimlarni berdi. Nurg'un bilan berish orqali oxir keyin ancha shanba kunlari to'y to'kinlar bo'lsa, keyin kirib bo'ldim. O'tda o'chaqda biz endi bir rasmiy o't. Kirib qoldim. Bo'ldi, nima kun ko'rsam ko'rdim. Opamni lekin qo'llaydi. Opamni qiziqamsan sen shunga dedi. Men qiziqaman desam, mayli. Bundan qiziqsam, qaysi malum Zulqandar malum desam, men bir ko'rishaylik. Ko'rishib deganki Zulqandar akam teximi kuchab, mening o'tdek vaqtim qarab bo'ldi men senga. Texim bir turkum o'g'itay deb shu joq tunji bir ijodiyatini qildim, notasini o'zim yozib. Shu vaqtidami? Ha. To'liqsizda? To'liqsiz ishda. Notini o'zim yozgan. Boshlang'ich bizga JMF o'rgatganda, oddiy notda. Keyin dunyo notasini men o'zim bundoq qarab turib siziqlarga o'xshatdim cho'shkisini. Siziqlar o'xshashga bo'ldi deb Do'ri fasolashlarning o'rnini bilib olgandikilar basiqdiki. 8 ga bo'lingan 16 ga bo'linganligini hammasini oddiy notga o'xshashganda qilsam. Shu bo'yicha yozib qilsam qanday ko'rshninglar. Bo'ldi, sen o'zing yozdingmi ishni dedi. Teximni kuchab o'rgatdi, undan keyin to'liq o'ttirg'im chiqib san'at maktablari, shu san'at instituti. Shinjon san'at instituti. Shu maktablar mening kallamda. Ko'zlagan manzilim shu-da. Ha, shu manzil bor-da. Eng oxirida imtihon berib, nimadan o'tdi? Tanlaydigan vaqtida oliy maktabnikida, ham san'at maktabiga 0-turkum ekanda. Mening amaliyot ortiqchiligim matematika, fizika, astrometriya, biologiya fanlardan bordi. Eng oldindan. Ammo ularning hammasini biraqlam yo'qni qilib 0-turkum Shinjon san'at instituti. Boshqa hech narsa yozmadim. Ostini yozmadim. O'cha qalamaydigan nima? Men shu maktabga cho'qim o'tishim kerak. Ammo o'tmay qolsam, shayli men neft qazg'iga ketay degandek. Hamda shu opamdan o'ylagandagidek boshqa qarab mangayam dedi. Ko'nglim shuncha yerim, lekin ammo ishonch bor. Cho'qim o'tmaydi. Men axir 0-turkum yozdim, men muammo sinf mas'ulida ukamsiz chaqchaq bo'lamsiz. O'tmay qolsangiz, malad o'qisangiz bo'lar emasmi, qolganini yozing deb. Yo'q, o'tmasam boshqa hech narsa o'qimayman. Ras shuni niyat kelgan. O'tmay qolsam bo'ldi, o'qimay, boshqa ish qilaman. Oxiri orzuyim bo'yicha o'tdim. Maqsadimga yetdim. Ammo 2013 san'at institutiga bir kelib, u chaqda kelqa ko'rinish. Kelsam darvoza yo'q. Laypatqa qoldi. Darvozani butun cho'gitib, yangi darvoza yasatgan vaqt keldi. Qarab, bir ko'z oldimda ajoyib paraz qilganda. Ha, ajoyib xiyollar bor-da o'chadi. Qushlar sarayotgan, eriqti suvlar eqiyotgan. Oho, mush maktabganda men orzulagan xiyolim biroq yo'q edi-da. Ondan
kichik ko'rinib, bu daqtim o'tgayli Shanxi g'iybatda edardin. Bilim ochib kelsadi. Shanxi qarsam san'at institutida müte kichik edi. Shanxay shu ya. Shu ashta sabablar bo'lib, keyin yaxshi bilimlarni oldik ustozlardan. Bara-bara endi u ochyo'ldan keyin ikkinchi ochyo'l hayotimdagi muqamdagi ishxonaga kirdik. Shu yerda eng yaqin aqida mana Kerem bilan ikkimiz shu yerda tanishdik. Kerem o chaqda sen muqamdagi Alim Abdusapur akamninkida. Olimning ishxonasida. Bu sen bishirib kirdingmi deyman? Men albatta beshida kirmanda. Sen qarg'ab men beshida kirmanda. Shu yerga bir 2004 kirdim. Men munosabatlar bilan men o'zimni ta'laylik deb o'ylayman, rost gap qilib. Men Kerem dedi, men amaliyotda o'zimga bergan barim men sal o'rin deb o'ylayman o'zimni. Lekin ammo men bek ta'laylik. Atrofimdagi menga shu uchrashgan odamlarning hammasi eng yaxshi odamlar uchrayapti menga. Yana birisi shu chog'dagi shu hayotimdan menga ta hozircha kelgan shu ishlar, shu yerda sizlar eng aziz bo'lgan mana. Abdulla Abdurim ustoz bilan bu yerda o'tirib, sizning shogirdingiz bo'lib, sizdan bilim ilib, sizlar shunchalik bir yaxshi, shunda eng yaxshi bo'lgan programmada o'tirib suhbatlash men uchun xomxiyaldi. Shirin xiyaldi. Kichik vaqtimda. Meni ta hozircha erishganlarim hammasi shirin xiyaldi. Lekin shirin xiyal surish kerak deb o'ylab qoldim. Mushu shirin xiyalni o'ylab olsa, odam rost erishib qoldi ekan. Cho'qim. Sen yurigidan talab qilsa, iltimos qilsa, shuni shu bo'yicha mangdigan gapchi odam oldiga. Amaliyotda bu hozir biz butun davlatimizda, mamlakatimizda ta'kidlanayotgan go'zal orzu. Tushunami? Orzu qancha egiz bo'lsa, qancha chuqur bo'lsa, yetmoqchi bo'lgan manzillar shuncha yaxshi bo'ladi demoqchi-da. Sen chin yuragingda orzu qilgandan keyin cho'qim kundan-kun shunday yiqilishib mangdigan emasmi? Ashuna intildigan gapga. Shu to'liq 3-yillik vaqtimda ustozim uylanayotgan vaqtimda opam uydagi yig'ib qo'ygan, yo'q bo'lgan 2600 dan chiqib qo'ygan, 2650 ko'q oshosini apadi. Shu yerda. Mendan baxtli ekansan, sen u yo'ling'ilam tushibsa, beshidlar 120 ko'yliqdan sakrab bana chiqib qoldim. Ammo shu tas qaltim uxlagandim, akirib ketganligini chigoni. Shu darajada qiziqdim. Shu jihatdan cho'ng rahmatim bor. Shundan keyin so'zlab kelsak, oxiri 2014 o'sha Olim Abdusapur, Abduslam Abdusapur, Abdug'ani Abdusapur shu ustozlarimizga shogird bo'lib shu ishxon kirdi. Andan keyin shu asnoda mening atrofimdagi men ta'laylik deyishim sabab mana eng yaxshi bo'lgan odamlar shu chaqdagi ustozlarim, andan keyin mana yaqin janjiga ag'inam ular bilan tanishib shunda yaxshi bir muhitda u biz uchun. Bo'lib keramishimiz uchun. Shu ishxonda endi bizga bir uyg'unish fursati bo'ldi ham hayotimdagi ikkinchi yo'l shu ishxonda bo'ldi. Shu ishxon orqali biz nurg'unlagan Kerem muzik chalishganda, men ovozni intiqlashni o'rgandim. Yana bir sen ovoz elish texnikasini o'rganib kirdingmi? Ondan keyin sizlarga o'xshash eng aziz bo'lgan san'atkor ustozlar bilan tanishishga fursat bo'ldi. Ham sizlar uchun xizmat qilish fursatiga ega bo'ldik. U amaliyotda biz uchun, bo'lib men uchun ras xomxiyal ham o'ylabmi kelmaydigan bir ishlatdi. Shu orqali o'ylab men nima deb shu chog'da o'zim deb dedim siz men ta'laylik emas. Men rost ta'laylik emas. Amaliyotda shu muzikani suydigan, bizning san'atkor ustozlarimiz suydigan nurg'unlagan yaxshi bo'lgan shu san'at notalar bor. Ammo shular qaraganda men shuni ichidagi ta'laylik ekanman deb shunday deyishim bo'ldi azman. Masalan, sening hayotingda sen asli bola vaqtingdan tortib rasm chizishni o'rgangan. Eng birinchi chizgan rasming Tiananmen maydonidagi Guguning surati. Buningdan shunday bir natijalarni boshlang'ich hayotingda noy bo'yicha daraja topgan bir bola rassam deyli. Shunda natijali bir rasmni o'rganayotgan bir bola bir naqshlarni ko'p anglash jarayonida Michael Jacksonning naqshisi necha davr bolalarni o'ziga ram qilgan. Unda bir dunyoviy cholpango bizdan boshlab sizlargacha sizdan keyingilarni hatto Mustafolig'icha hozirgacha uning naqshidan qoyil bo'ladi. Demak, shunda naqshni anglash jarayonida naqsh amroq bo'lib qoldi. Sening naqsh yo'ling menishingga sababchi bo'lgan to'liqsizligi san'at muallimi Zulqandar muallimga rahmat.
Mana shunday azmatdek bir chiroyli naqshchimizni shu yo'lga, o'zi so'ygan yo'lga menishiga sababchi bo'lgan insonda. Endi ikkinchi bir burilish nuqtasi muqam ansambli ichiga qurilgan olim Abdusupur Ovozli ishxonasi. shu yerda hamda bu ovoz ilmini, unga elish texnikasini shu yerda o'rgangan degan gapda. Biz undan keyin Azmat sening bu nurg'un naqshlaringni anglaymiz. Ko'pchilikmi o'xshash shunda. Keyin musobaqada o'zini tirishchanligi, aqli hushini joyidligi, ovozining yaxshiligi bilan 4 kuchli o'quvchining birisi bo'lib baholandi. Bu jarayonda balkim nurg'un jafo mushaqqatli o'lish jarayonlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Mushaliqi sen bir san'at muallimi, az to'la natijalaring bor, texnikalaring bor. Qanday bo'lib yana shu musobaqa qatnashishni tanlab qolgan shu vaqtda? Rostga aytsam bu musobaqa qatnashish men 3-qaror qatnashdim. 3-qarorda. Takim 1-qaror boshlanishdan boshlab 3-qarorgacha men kallamda o'ylashlarmi, qatnashaymi, qatnashmaymi? Qatnashaymi, qatnashmaymi? Gulning yaprog'i yetishmidi deb turasa bo'ldi. To'liq o'lishib oxiri Shirali bir yoqdan deydi. Kerem bir yoqdan, "Ey sen qatnash." Ondan atrofimga naqsh bo'lamiz. "Ey sen nima ish qatnashmaysan? Cho'qim qatnashing kerak. Sen zamon naqshi eng kuchli, sen qatnashmasang bo'lmaydi" deb. Ammo menda bu rost gapda qo'rqish bo'ldi. Hemşirelim dedi. Bu haqiqatan qo'rqdik edim. Undan burun qatnashdim musobaqaga. Jo'yan Denштайнның Чинген Көшөк Денштайjansa. Uningda Shinjansa shu changshuan shu bo'lgandi. Sujafon sayjanida. Uningda endi Uyg'urdan bir millatdan qag'ini, Hanzo, Qozoq, Tojik, mushlar hammamiz qatnashdik-da, Lewshinchang faga. Unimi bizda jiq nima deymiz endi bizniki ma Uyg'ur san'atkorlar ancha jiq ko'midi. Shuni ancha qo'rqish bo'lmaydi ekanda odamda. Hech nima bo'lmaydi deb. Mayli qolib turasam deblar. Ammo Ipak yo'l qatnash vaqtida butun odam ko'ryotdi shu. Tushib kelsam qanday qilaman? O'ylanmay qolsa qanday qilaman? Ular undan bozani buzib. Nima qatnash qolganim deb salamanmi deb. Shuning bilan eng oxir 3-qaror bo'ldi. Men nimkin ko'rsam ko'rdim. Qatnash baqay. Deb qatnashdim, ammo shu birinchi naqsh aytganda men hech qanday musobaqada onda tamtirab boqmagan. Sen mi tamtiram sapimsa? Bu tamtiraydi. Bu sahnada bak ishonchli ko'rindi menga. Bu og'aylar. Ammo o'chaqda ishonchli desen o'chaq men dedim-ku. Uyg'ur naqsh bo'ldim bir millatdim-da. Shunga men balta xatirjam esam buldi deb o'zim qo'yib ketdim. Ma'nodamda shu sal tamtirab etdim. Oylandınız, yürügüm şunçuk çayığı düştü. Ahire Abdullah akam oylandi, naqsham yorabdi. Men eng yoqtirdigan usta san'atkorim Abdullah akam bilan naqsham yorabdi. Bo'ldi. Deb oxir deb xotirjam etib, keyin bu musobaqadan shu oxiri vaqtgacha nurg'unlagan qiyinchiliklarmi bo'ldi. Sizning nurg'unlagan yaxshi ta'limlarni oldi, yaxshi fikrlar orqali oxiri 4 kuchlik bo'lsa-mu kirib oxirigacha menga endi shu eng qiynalganim ham shu ben Jo'saydan so'ng Jo'saydamda. Shu oraliqdagi 2 kunmi, 3 kunmi? 3 kun bo'ldimi? 3 kunda Kerem bo'ldi, ikkimiz uxlamay, yig'lamay yurgim degan naqshini shu chaqda tekstni bir baliq yozg'azdi. 3 kun ichida bir yangi naqsh paydo qildik. Men hattoki shu eng oxirgi musobaqada ansiraydiganimni tekstni unutib qolammi deb ansiraydim o'zimdan. Bu naqshning oxirimi bek yuqurdi. Musobaqa degan kuni Kerem ikkimiz uxlamagan. Uxlamay kecha o'tirib Kerem chaldi, men endi o'tirib adash men anda chapa qilib deb kecha bu chavotdi. Men buni uyning koridorida tekstini bo'g'imsonib tushirib yodlab aytyapman. Nima ko'rib ketaman deb. Shunday tugatdi. Lekin ish Ipak yo'li orqali oxiri o'zimga payg'ambarim endi buningki musobaqa qilsa bo'ldi. Qatnashmayman bo'ldi. Qatnashmayman lekin qo'rqmayman dedim. Lekin sizning dinim to'g'ri musobaqada nima jiddiylashtiridir kelsa, naqsh etish jiddiylashtmaydi, orliqdagi ko'chinsi, sahnaga chiqish rat tartibi yoki u bu narsa jiddiylashtiridir. Naqsh etish jiddiylashtmaydi, lekin eng oxirida ash rat tartib shu sen degandek boyadan bizga jiddiylikni gap qo'ydigan shu. Bekchindi. Lekin
qo'shildiğim iş qilib sizning o'rliginiz men shunchalik men uchun eng muhim bo'lgan san'atkor ustoz o'rildi. Eng aziz bo'lgan ustoz bo'lib shogirdim kirdigan bo'ldim. Eng yaxshi bilimni o'rganadigan bo'ldim. Degandek ish qilib sizning nurg'ulgan abayam shiraymi dedi, beremada atadi. Hayatga bo'lgan qanday yo'l, qanday pozitsiya tutish, qanday kishtiga qanday yo'lda menish. Men bu shirayli bayam degandek ash ishlarni ba'zida bir ishlar to'g'riliq keram bilan paranslashib qolmaydi, to'g'ri. Bu ishimiz to'g'ri paranslashimiz. Endi shirayli bilan paranslashib qolamiz, lekin o'zim o'ylaydigan meni Abdulla akamiz ishni qanday hal qiladi? Naq to'g'ri. Endi keramda o'zing so'rab boqaman, keram. Abdulla akamiz ishni qanday hal qiladi? Lekin kishilik hayot har xil ishlar as keldik-ku odamga. Ishlarni yaxshi hal qilib oldik. Sarkarda Alkuyar tish pastalari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi soflik va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Sarkarda tish pastalari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Sarkarda Alkuyar tish pastalarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda Alkuyar yurishlik tish pastalari. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastalari. Ko'rayotganingiz Sarkarda Xalqaro savdo cheklanish shirkati tajdarligida olib berilayotgan Xush keldingiz programmasi. Men bir necha yil sening kim yangidan ishlagan naqshlaringni ko'rinishga ilinib olganligi, hatto bu yerdan olib ichkiri o'lkalarda, texnik go'zal joylarda ko'rinishga ilinib olgan hamda taqtilish oldida turayotgan bir necha yangi asarning vaqtida taqilmaganligini bilman. Buni surishti qilsam, keyin buning sababi Azmat buni boshqadan suratga olmoqchi deganlikni oldimcha. Hamda albatta o'zing yaqin do'stlaring, ishonchli do'stlaring deb. Uningdan boshqa yana bir necha misollar bor. Shuni men o'yladim, Azmat har bir ishning texmi yaxshi bo'lishini masalan bo'lsa %100, bo'lmasa %90 dan yuqori bo'lishini umid qildi ekanda dedim. Hamda balki Shanxayda ichkiri sayyohada deymiz, o'shalar ko'rinishga olgan bo'lsang bu go'zal chiqqan bo'lishi mumkin. Qanday bir sabablar sening bu yangidan suratga olgan naqshlaringni o'sha shunday boshqadan suratga olmaydigan o'yin keltirib qo'ydi. Endi o'tgan yili 2018 yil oxiri hisoblanadi. 2 yil qolibdi buni. 2018 yil oxiri meni Shanxayga yo'tdi, Shanshiga. Ham shu borgandan keyin turmushga bir narsa tatib o'tmaymi deb 5 naqsha bordi deyman. Hammasi yangi naqsha. Hammasi yangi naqshdan keyin demo bilan istaymiz qishoyan. Mushu men bilan suratni tatib o'tib, qaytib borgandan keyin keramlar o'tirib, qayta tanishib, kirishtirib taqtaydi. Buningga ozkam chiqib 200 ming ortiqroq pul ketdi. Ras ketdi buningga. Tatib bo'ldim yo'q, lekin ras yarmidi o'zimga. Qarab, bu bo'lmadi bu deb Ümit nurg'un bola dedi, bo'ldi, sen yaramagandan bizga yaratdi deb. Yaxshi bu shunda bo'ldi deb. Endi to'ldirib vaqalik o'qib qoldi-chu. Men miyaka vaqalik qo'shay desam qamlashmadi. Bo'ldilar, qayta ataysam, qarab turib pulni yo'q qilamiz hali. Chiqqandan keyin yaxshi chiqsa. Endi chiqtusa pul degan dedim. Ha, puldan boshqa narsa qolmagan. Shuning bilan bu materiallar bor lekin hozir. Hozir ham uni miyadagi bizniki surat tortgan bolalarni deyishib qo'ydim. Shuning orasidan yerimni ishlatgan bo'lganlarni olib qilib, qaytadan mehni tortganlarni vaqalik qo'shamdim yoki qaytadan o'zim ishirtamdim. Yana pul xashlab yarmag'anlarni to'liqlab ko'rinishga elib, sifatli qoldi. O'zim yarg'a oldi. Albatta yaqinda keramim bo'ldi. Şiralim buldum meniki kalamda eng yangi temada ekan o'zim yozdim uni. Ssenariyni chibindaymiz, ssenaristdan da qo'ygan. Ssenariyni o'zim men yozib tayyor. Bir yilda ortiqroq bo'ldi ssenariyni tafsili yozdim.
Bütün yeniçe, tatılıştan tatip yeniçe hamma narsani tafsil yozdim. Ishonaman bu cho'qqim eng yaxshi holatda shu taqqat samlam sizlar ko'rsanglar cho'qqim azmatni qolsa qanday kelib qolganda shu tema ma tatilish ham ma voqelik qanday kelib qolganda qolsaga deyishinglar mumkin. Uniki bir ijodiyatni bitkisi bo'ldim. Keram oldi esimda deb. Andan yana birsimi bu shaharda deb temani qo'yib tekstni yozayotdi. Uning muzikasini bitkisi bo'ldim. Muzikasi to'liq bitgandilar ko'rinish ilishga boshlayman. Ishimni mushuk naqsh taqsa sizlarga shundaqla barcha azizlarga cho'qim bir esinglarda qilib qilish mumkin deb o'ylayman. Bu butunlay yangi bir tema. Naqshlaringning albatta pengi bor. Biz shuni umid qilamiz. Ajoyib. Biz kutgan yerda bir melodiya, bir tekst, naqshlar so'zlarimiz shunday go'zal, ovozing shunday chiroyli, chelnishimiz shunday go'zal bir naqshlarni anglaymiz deb o'ylaymiz. Undan undan boshqa sen yilqi ijodiy naqshlarni ishlayotsan. Boy degandek olim Abdusoporning ishxonasida ovozga erishmaganda, undan chelish texnikami bo'ldi. Asosan o'zing naqshlarni o'zing chalsang deyman. Ba'zilarini o'zim chalman, ba'zilarini kelam chaldi. İpek Yo'ldagi Chidamaymanni o'zim chaldim. Chidamayman. Unimi shu naqshnimi sen bu ko'n naqsha albatta. Bizlar sizlardan kichik vaqtlarimizda jamiyatda taqilgan naqsha. Ondan bu naqshning o'zini uslubida aytdim, esatda bir ijodiy faoliyatdan bog'lanishdi. Meni farzandim sen davomli hamma naqshlarni o'zing ishlaganidan boshqalarning naqshlarini amal bor, o'zini uslubiga yetkazib aytmagan bunda ishlar bor. Bu rost bor menda. Men eng ol birinchi naqshdan bir misol olay, bu naqshni cho'qim anglag'lar bildi deb o'ylayman. Sayyora. Wow. Hozir deb turdim. Men bu shu sening ismingni esim qo'lim sayyora keldi qara. Buni aytishib bu naqshga nisbatan bir yangi uslub bo'lib, hammasi shu naqshni sayyora deb aytib modib ketdi uni aytish bo'yicha. Bu naqshni Arzgul Xandan adimiz eng dastlab aytgan-ku. Aytganda, mening bilishimda hamda. Aytganda sayyora yumshoq bo'lgan. Men bu qandaq bunday qilgan desangiz, mamlakatda bu holatimda o'zim bayqamagan. Ahmad deb bir savodishim bor. Muzik ishlatida bu ku, sayyorani ishlatdi birsiga. Mening ishxonam o'tirib, chavatda qizolni kuyga chaltibga. Men oyoqni o'tkach, to'lablam men Yevropa narsani bek chiqib olgan ekan. To'lablam aytib o'zgartib qoldim bu naqshini. Qizolni kuyidagi naqshini. Yuqori ovozda tansarda buloq bo'yida yayri deblam ovozim qo'yitib turibdi. Aytdim, oqidan sen yara. Hamda nima uchun bunday oldim desangiz, albatta kuybek yuqorigan ekan. Nafsim sal yetmadi-chu, shunlar men darxalam uni cho'li qiliblar. Qisqartirdim quyruğunu-chu. Aytgan gapda. Sen yara deblam, sen yara. Deblam o'zgartib, deb qoldim. Tutiraman o'yin qilib baqay deblam. Kirib o'yin qilsam, yengil bir asar bo'lib qoldi-chu, hammasiga yarab ketdi bu. Tutira deb buni shundan kechda ishlaymiz-ku, diba deb qo'yamiz. Restoranlarda yesam, butun naqsh bo'ladi. Odam naqsh aytib beradi. Odam sayyorani aytib beradi. Oxir shogirdim bor mening bir. Men amroq shogirdim. O shogirdim menga bekamroq narsalarga bek qiziqdi-chu. Aka, ash naqshingizni uyatib bering deb. Ammo qilib uyatib bersam, bu dal aytiblam uyda. Dal o'yin qiliblam, to'g'ri bu chiqarayotgan bilan bu naqsh taqatga soldi shuni. Ash seni aytish uslubingda. Taqab ketib keyin quloqdan quloq mankildi. Qarang, men naqshni men bunda o'zgartdim, sayyor men sizga aytib beray deb kelganlar bor. Siz o'zgartganmisiz dedi. Şey Kerem deydi, Dilshod Andarovsin deydi. Hey, xizmat o'zgartib qo'ygan, chiqargan naqsha bunda demanladi. Keyin uni bir o'zgartdim. Shuninglar o'zim asli mening uslubim mushkanda deb shu chaqda bir nishonim topdim hisobdan naqsh etishdik-ku, uslub jihatdagi. Lekin supersin bir o'zgartib bir aytib chiqadim, u bekor edi. Super esa. To'g'ri, u naqshni ma'lum. Ama sayyora degan naqshi bu Murat Ahmadiyevniki naqshisi. Dastlabda Shinjan ulaniki Denshon Yoduyda aytgan nusxasi kirgan. Bu naqshni menga aytgan 92-yil. U chaqda o'z uslubiga asos qilib meniki
regi degan bir uslub bor. Sen keyin shu udarda aytgan. Endi keyin nurg'un bolalar Orzugulni aytdi. Asosan asla oldi deb. Bir xil aha. Keyin endi seni aytganingni angladik. Sen meni demoqchi o'g'lim, sen bo'la naqsh emas. Endi keyin menga yo'llaringda aman boshqalarning naqshini aytsan amal bor o'zingning aloyidligini. Bu bir narsa, uslub degan narsa asta shaklini balkim bir umr ketishi mumkin yoki bir necha 100 yil ketishi mumkin oxiri shakllanadigan narsa. Endi sizning qilayotgan ishimizni bir cho'ng uslubda demasakmi, ish qilib biz o'zimizni ifodalayapmiz-ku. O'shning o'zi cho'ng natija. Demoqchi bo'lganim, sen aman boshqa bir naqshlarni o'zingning amaling bo'yicha, o'zingning usuling bo'yicha aytish qilishsa, buni biz yana bir ijodiyat jarayoni deb o'ylaymiz-ku. Ko'pchilikka texmi yaxshi bo'lgan, mukammal bo'lgan bir asarni yetkazish uchun bu oldi tatgan narsalarni taqatmadim. Hattoki 4 yil burun tatgan bir MV'm bor. Keram videoda ishlaydim bo'ldi, bular ko'rsatdim. Vaqalik yarimidi o'zimga. Tatib bo'lgandan keyin. Ssenariyasi yarimidi. Ammo ranglar shunchalik chiroyli, ko'rinishlar. Ssenariy yarimidi to'xtab qo'ydim. 4 yil oldin turdi, uni qo'plab qo'ydim, bo'ldi. Onun cho'qim boshqa ishlaysan, nima qilsan hozir? Balkim shu vaqtdagi suratniki ilmishi shunday yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin. Kitob yarimay qilib, endi hozir kitobni yangi ishlaysa, ammo 4 yildan keyin balkim shu chaqda apparatlar bor, hozir apparatlar saviyasi o'xshamaydi. Endi sen yana qayta qilgaylaysan degan. Mo'yimi puljiq. Degining kelsin. Puldan boshqa ish yo'q hozir. Puldan boshqa narsa qolmadi. Degining kelsin. Lekin menimcha boshqa hozirgi sening bilan taqdimot yosh naqshchilar ishida qilganda bir necha yuz ming qo'yamdi. Oz pul emas. Uni sarf qilgan ko'rinish naqshlarni taqatmas haqiqatan bir cho'ng bir ziyon. Chiqirib o'taychi qanday bo'lmasa deb qoladi. Qanday bo'lmasa chiqarish mumkin. Mushnanga yana o'zini tutib olib, yana bir qatim kuchab boqay deganning o'zi menga ashoyiliqi bu haqiqatan mukammal ish qilishni o'ylash va qo'g'lishilgan yigitga degan o'y kelib qolganim shu. Buningga sen xafa bo'lib ketma. Shunday boyliqi shogirdning masalasini dedi. Sen tayyor qilganda shuningni uni nomini taqab ketiraylik. Uning kimligini uqmaydi baribir. Chunki u chaqda yo'lyusan baba netma, boshqa bir turbat patdi. O'sha shu o'zining bir tutuqli bir rasmni chiqariblar. Qutbidik bir singlimizni chaqirib keliblam, uydim dalo lo'yin qiliblam, shu vanjan chiqarib qo'ygan bilan xalq yorabdi. Tarab ketdi. Lekin men xush bo'ldim. Chunki uningdan burun yana o'zimizga nisbatan uncha cho'ng ishonch yo'qchi. Bir mening shu bir asrim bo'ldi-da hisobda. O'zgartgan uslubim. Yorabdi xalqqa degan paydo. Mening ichimdan chiqqan bu hissiyat yorabdi. Dedim shuningdan keyin texmi shu aqana naqshasam tabiiylam o'zimning ichidagi hissiyotim qo'shilib qoldi. Buni men sababini chunki kichigimdan ular Yevropanchasini to'liq anglab qolganlikning sababi tufaylimekin shu bo'lish mumkin deb o'yladim. Aman ashtirab kerak, tatib boqmadi. Shu insonni ketib qoladi. Keramjon, Shirali mushni alaylikmi biz bilamiz. Ko'pchilikmi hozir endi xabar topdi. Hozir mishadi bir naqshni bir kublik ulamdi. Hozir sen deganda o'zingning aytish bo'yicha boshqalarning naqshini. Bir cho'ngamninkini olib kelsa. Mana. Bular ikkisi qilmaganda meni bozaq qildinglar. Albatta İpek Yollam Abdulla akamning maqsad sizning naqshingizni bir o'zgartgan. Aslarsan buni. Muzikasini o'zim akkordlashtirishni o'zim chaldim. Chap bo'lgandan keyin eng oxirgi azroq hissiyotimni qo'shib oyoqlashishiga qildim. Akkordni meniki raqobatchim ikkimiz tang akkordni men yezib, manda aytaylik deb akkordlarni qo'shib. Hozir sinab boqay. Lekin uning uchun tigida aytpasa men yuqori to'lishim kerak, hozir bir o'ylab olaman qanday ishim kerak. Tuvan yerni etsam bu masalan seni hozir o'zimizning bir alohidaligi, masalan chiman ichida bo'lgan bo'lsa, marjinima chechildi, chiman ichida deb aytasiz. Buning basaklar mushuni sen aytib boqasiz. Mush misolni qanday aytsa, mush oddiy misol.
Buni qanday qilaman de? Marjinima chechildi. O'qitsanda Sinab baqa ya, hozir bak tuyuqsib bu qoldi. Ayron yaxshisi. Shu maydonni o'zida o'zgartiradi ayronni yaxshi ko'ramiz. Marjinima chechildi. Çimen içide yaray. Sevinişni kim bildi? Çimen içide. Nazır çıkalım kelgeni müştahrak oldu hem de. Çıkılıp özgertmedi. Çıkılıp özgertmedi. Mening bu imdisam bo'ldi ham deb. Shu benzo chiqqandan keyin yana biraz gitar chapaslam. Uqmayman shu zaman shu kalam kelgan ahonlar esib chiqaryapman. Shu estarsan buni eng oxirqini yuqori ovoz to'lab turib o'zgartgandim. Sening unda bo'lsa, shu darhol hozir javob deymiz bu vaqtning o'zidagi hissiyat. Shundaq maydonda o'zini ifodalaydigan bir alaydim ekanda. Jishin faxuy deymiz. Masalan, shu sayyarani men bugun bunda aytqamsam, asi yo'q, men bir xil aytdim. Supersimi shu. Andan Aydın ayrı almayman ama bir ettim. Onu şu yuqur köyde ettim, qizlarning köyde. Eki açta etsam bir jaşan deb qo'yamiz, yağa ovozimdan qo'shilib bir hisiyatim chiqdi ekan. Chunki sening ovoz doiring asli qizlarni aytgan doirasiga benzoq tushmagandan keyin sen cho'qim majbur o'zgartsanda. O'shada cho'lik qila olmayman. Tabiiy. Shunda foydalandi ekansan-da sen. Buni men buni keyin his qildim. Amniyatda bu mendagi bir o'rinliq deb o'yladim. Yangi fikr chiqdi. Shuni demakchi uni asli puroqni o'rganishga qo'sh yoqmaydi. Menga degan. Men buni qancha o'rganib qolaman deblar, tekstlam to'g'ri bo'lsa, o'z bilgancha aytadi, shuni ular azmat puroq degan narsa shundan chiqadi. Shuni ular men buni o'zimga tutib turaman. Men amaliyotda shu ohangni men shu o'xshash edishga birinchisi eng dastlabki xiyolimda bu. O'rinliq sabab, masalan bir menga bog'i kashfiyat nima uchun kashfiyat bo'lgansa o'rin bo'lganligi uchun yangilik chiqqan deydi. O'ziga osonlik bo'lish uchun yangi kashfiyat chiqqan degandek, men shu naqshiga eng dastlabki vaqtlarim bo'lsa o'rganish o'rinlik qiliblar. Tuttirib bunda o'zgartib boqsam, men bunda cho'lik qolsam bo'lmamdi buni. Men cho'qim o'xshash etishim kerakmi deblar. Men o'zgarsam chiroyli qilib qoldi bu. Deblar anandan keyin, mening ichimda mushta bir cho'lik fan va baka. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va chochuv suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Ko'rayotganimiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdarligida olib berilayotgan Xush keldingiz programmasi. Mana bu cho'lik usuli bor ekan. Deganing to'g'ri. Balkim shu iliqqa naqsha sen to'liq o'rganay desang, nima o'rinib qoladi desang, buni xo'shaqmaqliqchi. Bu naqshni o'z peti etish xo'shaqmaydi buni. O'zining usuli o'xshamaydi bu. Masalan, shu sayyara degan naqshni agar asli olti bilovchi aytma desa, buning usuli buga tushmasligi mumkin. Tushmaydi. Bence aytma desa, tong saharda buloq bo'yida yorim. Noyt bammi, noyt chiroyli asli kuy bilan aytsa, buning uslubiga tushmaydi. Bu noyt da unda bir xil aytmoqchida. Shuningda buni o'rgangiz kelmaydi. Oxiri dagad o'rganib ol melodiyasini. Ayta degan kunlar mana cho'qimalqi hamma ohang yodida yo'q. Lekin aytmis bo'lmaydi. Amalsizlikdan o'zining uslubida to'g'rilab aytadi. Nurg'un ijodiyatlar balki mushlar chiqishi mumkin. Yangiliklar mushlar chiqishi mumkin. To'g'ri dedi Ombay. Shu menga masalan bir ma'lum bir melodiya ma nuqtadan ma nuqtaga mansa. Masalan shu sayyaran desak, u balki bundoq chiqishi mumkin. Ammo mening o'ylarim faqat mush nuqtadan mush nuqtaga basalam bo'ldi. Mush yo'ldan chiqib ketmagak bo'lsa, men shu nuqtaga boraman. Albatta akkorddan chiqib ketmayman. Men cho'qim akkordan demoqchisan. Andak bir yerim shu men sal udar o'ynashga amroq. Masalan, shu naqshda cho'qim ya udardan azroq chiqib, to'pay qilib, kirib sal erkin etishga amroq. Bo'pti. Buni bir alaylik, yangi bir anglash tuyg'usiga ega qilaman desak, ko'rmoqchi bo'lsinmi? Sen bir xili uzun yillik o'qituvchi
muallim balkim sening bolalarga tushuntiruvchi bir tajribalaring bo'lishi mumkin. Maktabdagi bolalardan boshqa ayrim yana shogirdlarim bormi? Shunday qilib sening ishingni buzib turgan shogirdlardan boshqa. Mening shu birisi bor. Shogirdim bor. Ha, Bek yaxshi bola u. Yana shumi? Yana shu. Bo'pti. U bek yaxshi edimi? Uni qutbida yana bordi. Men ancha-muncha bu densiyaga ishga ketgan. U bolalar araliqdan keyin boshqa kasbga o'tdi. Qanday kelmaganda ulardan bilan qanday kelmaganlarda u. 20 qo'yilanda. Amaliyotda oshlar akaginiti. Shu yaxshiroq. Kelmagan mas chiqib qoldi. Akamigini hozir davom etishyapti. Ba'zilarga qana keldi, ba'zilarga choy. Yana ba'zilarga o'g'loq bu shaklda qoldi. Kerimjon qo'zi qaraq o'g'loq keldi. To'g'ri. Shu Azmat, sening ijodiy hayotingga zo'r o'tib tilaymiz ko'p. Endi maktabning ishli jiddiy. Haqiqatan sizga bir yilda ta'til bo'lmaguncha bakanchilik bo'lmaydi. Sen nayt yaxshi o'zimizning hammamizning hurmati bor bir sohada ishlayapsa, ya'ni farzandlarimizning eng dastlabki san'atga bo'lgan tunishini yetildirgan bir o'rinda san o'zing. Muallim, ustoz bolalarimizning eng boshdagi muallimlardan, boshlang'ich muallim. Buning bilan bir faxrlansak, shu jiddiy vaqtni yashagan vaqt chiqib yana xalqqa yaxshi asarlarni, naqshlarni sunib tug'nimi o'zi bir cho'ng natija. Ya'ni bundan keyin hayotim texmi ma'nilik o'tsin. Endi oxirida men so'raydigan bir gap, boya men dedim 3 yilga yaqin og'ayni qanday bir sabablar bilan sizlar masalan bir zuqa deymizmi? Bir guruh bor endi. Bir guruh bu bir tashkillanib naqshet qavaqdan bog'u. Hozirmi bormi bu guruh bandi? Hozirmi bor? Shu. Naq o'tirimiz uchimiz. Bu guruhga bizning bu guruhlarga biz guruh quraylik deb maqsadga qurilib qolgan emas. Bir yaxshi naqsh topgan vaqtimizda, "Hey, mushunmay yolg'iz aytgandan uçmaydigan uslub bilan va ishga ag'ina bilan aytib qolsak, texim yaxshi chiqmamdi" deb yoki Azmat bir naqsh topdi yoki sherik topdi yoki men topma. Chunki hozir uchimizning uslubi hozir 3 xil yo'l yo'nalishda menga farqli qoldi menga o'tdi emasmi? Shunga biz birlik aka paqayli deb paloq puluqli bir yakab qolamiz. Naqshni birini aytyapmiz, undan keyin davomli o'zimizning ishini qilamiz. Ashtaq yana guruhni holatda aytishga texim mas gap qoldigan naqsh bo'lib qolsa, yana bir ishda aytib qolamiz. Sayyora guruh demdik. Sayyora guruhda. Bu guruhlarning yana ko'p asarlarini anglashga taqozo bo'lyapmiz. Ko'pchilik ham shunday. Undaqda bu Azmatdan bir bugun yana shunday yangi naqshlarni anglash mumkinchiligi bormi? Bor. Masalan, Mushqatim shu naqsh Shanxayda suratni tatib kelgan bir naqsha bu. Ijodiy naqsha. Mana televiziya stansiyasi Nijat Anvarda bir ag'inam bor. Tunisiz. Qora, egiz ko'zakda qolgan ag'inam. Undan bo'la. Shuni ijod etdi muzik teksti. Adash mushtaqshani men aytaymi desam, sen aytgan shus men beray, bir aytamiz dedi. Shuni Keremga topshirib, Kerem muzikasini akkordlashtirib tayyor qildi. Lekin MV'si yarmidi, ammo MV'sini qayta tatay deb tursam, sizniki bu programmangiz naq chiqdi. Bu bek yoqtirgan naqshamdi men. Tutdi unda naqmush programmani bir aytay deb kutratlab keldim mishaga shuni. Anglaymiz. Anglaylik. Xo'sh. Lekin yuragi
ketdi-da